هات العبيه هات هات. ايش يعني هيك؟ Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bugun 2025-yil 28-sentyabr yakshanba kuni. Bugun Alloh taoloning cheksiz fazl va karami bilan so'ngra saxovatli qo'llar xayriya tashkilotiga O'rta Osiyo musulmonlari tomonidan G'azo ahliga ko'rsatib kelayotgan doimiy yordamlari va ehsonlari bilan ichimlik suvi ulashish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Saxovatli qo'llar tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu kunlik va doimiy loyihalar suv ta'minoti, taom ulashish va boshqa turli xil loyihalarni o'z ichiga oladi. G'azo shimolidan aholilarning ommaviy ko'chishi oqibatida G'azo janubi qochqinlar bilan to'lib toshdi. Bunday og'ir kunlarda G'azo ahli uchun yordam qilayotgan, ehson qilib qo'llab-quvvatlayotgan barcha birodarlarga cheksiz tashakkur aytamiz. Sizlarni doimo G'azo va uning ahli uchun suyanchiq va yordamchi bo'lishga chorlab qolamiz. أنت الذي بوجوده هذه الحياة بخير كن داعيا للخير كن رحمة للغير أنت الذي بوجوده هذه الحياة بخير